Assalomu alaykum, qadrli qadrdonlarim. Hop, challengeimiz davom etadi. 2000 ta anjumani qilishga berib olganmiz. Hop, o'tgan safar 9-mart kuni, avval kuni, kechagina bir kun tanamizga dam berdik. 62 ta qilganmiz. Hop, undan 56 tasini qo'l gavda yordamida qilganmiz. 6 tasini tizir yordamida qo'shimcha qilganmiz. Bugun xolasa inshaalloh 62 tani to'liq qo'l gavda yordamida bajaramiz, limit qilib, undan keyin qo'shimcha qo'shamiz xolasa. Hop, tanamni qizdirib oldim. Men tayyorman. Sizlar ham tayyor bo'lsangiz, yozib olsangiz, yangi obunachilarga hop, shu joyda davom etib kelsangiz davom etinglar. Xohlasangiz sizlar ozroqmi, ko'proq farqi yo'q. Qo'shimcha qo'shib 2 metrga chiqishga birga harakat qilamiz. Ketdik. Hop, sanashda nafas ritmi buzilgani uchun jiyanim sanab turadi. Mana anjumani qilaman, jiyanim sanaydi. Hop, 62 taga harakat inshaalloh. Hop, tanlanib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, O'xshamas. 57, 58, 59, 60, Okey, tizirga qo'shamiz 60 ta bo'ldi. Tizir yordamida qo'yib ketdi. 61 ta ketdi. 61, 62, 63, 64, 65, Qadrdonlar, 65 ta eng asosiysi qo'shimcha bor. Ramazon kunida saltanatni to'liq uchun qo'shimcha qiyin bo'lyapti. Inshaalloh ustida o'tib olsak tez chiqadigan umidaman. Hop, bugun 11-mart, kecha 10 kundan bo'lganmiz. 11-martga 65 ta yozamiz. 11-mart 65 ta bo'ldimi? 65 ta. Asosiysi o'sish bor. Bitta bo'lsa ham qo'shamiz, ikkita bo'lsa ham qo'shamiz. Bugunga 3 ta bo'ldi. Mana qadrdonlar, sizlar harakat qilinglar. Hammamiz birga xohlasa 2000 ta qilib, xudo xohlasa inshaalloh Guinness rekordni yangilaymiz. Bosamiz.